Ikkita modullarni nima qildik? Yana nimalar bo'ladi 9 oy ichida? Endi mana shu modullarni qilib demodagi yana nima qaytishimiz kerak. Boshidagi o'zi yana bir niyatga-da, maqsad deganda yaqinda mani ustozim bor, mentorim Amerikada o'sha William Hartman Bill deymiz. 7 yildan oshdi hali odamda. Har oy Zoom orqali suhbatlashib nima qilib beramiz-da endi. Shu odam aytib qoldi yaqinda, bir yangilaylik dedi, nimani videoni yangilab olaylik dedi. 50 yoshdasan, biladi yoshimni. Bu narsani qilish hech ham kecha emas, hech ham vaqtli emas dedi. Vision qilib kel 20 yilliging dedi. Bo'pti dedim. Keyin 20 yillik videoni yozdim. Keyingi uchrashuvimizga tayyorlab keldim. Bu nimaga olib keladi-da bu narsa. Oliy maqsad, uzoqda maqsad qilish, himmat bilan maqsad qilishlik. O'zi ishimni javob qiladigan bo'lsa, Oynaning ochiga havo kirmayapti unisini ham. o'zi masalan ishimni nima qiladigan bo'lsak, tahlil qiladigan bo'lsam, mani ishim jamoamiz bilan kompaniyaning ishi xuddaligi bir professional sportchilar tayyorlaydigan zalga o'xshaydi. Va bu Liderlarning mentorasida endi. ya'ni shu sportchilardir va bizning maqsadlar aynan professionallar bo'lib, sohani chempioni bo'lish kerak. Avvalambor O'zbekistonda, keyin mintaqada, Osiyoda bo'lsin, keyin dunyoda. Shuni nima qildik? O'sha mentorimga ham, ustozimga ham olib kelganimda 20 yilda dedim, 500 ta jahon chempioni chiqarmoqchiman desa, bitta orqa tashladi mendan. Bitta orqa tashlab qaytib keldi. Nima dedi? So'radingiz, aytdim dedim. 20 yilda 500 ta jahon chempioni chiqarmoqchiman. Jamoam bilan, kompaniyam bilan, produktlar bilan. Turdi. Bo'ldi, niyat qilgan bo'lsang, demak iloji bor dedi. 20 yildan keyin men Xalqqa soldi. men yoshim desam, где-то 75larda где-то. Dedi, ya'ni mana shu kursdan xohlagan narsamiz nima? Sohasida fokus qaratgan bo'lish kerak, filtr bu. Fokus, ya'ni holding kompaniyalarni biz ola olmaymiz. Ularga отказ berganman, bu yil ham отказ beryapman. U ham shu loyiha bilan yashash kerak. Shu hayotini nimasi mazmuni bo'lishi kerak. Mana u ham zo'r kvalifikatsiya. Men hozir уже dekis shlyapasidan ham chiqib ketdi. Egasi o'zi ham chiqib ketdi. Tushuntradimi? Men o'zi siz menga qiziqmisiz degan savolimda, men sizga qiziqmi degan joyim ham ketyapti-da. Ketdi o'zi. Hasan aka, bu juda muhim narsa-da. Chunki bizani tadbirkorlarimizda bitta biznes, o'zini biznesi yurib turgan paytda pul ko'payib qolsa, Ko'paytiradi, xotin ko'paytirgan. yana biznesni ko'paytiraveradi. Nima deydi uni? Tushunmagan bizneslarga kiradi ko'pincha. Seriyni biznesmenga aylanib qoladi. Shu gap bor, seriy предприниматель. Har yili bitta biznes ochadigan tadbirkorlarimiz bor. Har yili bitta biznesni ko'paytiradi, qarabsizki, u 3-4 ta bo'ladi. Qaysi birinida chempion bo'lishni bilmaydi keyin. Fokus ketadi. Ungacha hozir bilasiz, mana eng katta baliq emas, bu tez baliqlar yeb qo'yadi ekan bizneslarni, ya'ni chempionlar. Gap yo'q.